Hammaga assalomu alaykum. Studiyo boshlovchisi men Jetel. Bugungi eng so'nggi xabarlarni men sizga yetkazaman. Bu yerning boshlovchisi menman. Qani boshdan olamiz, go. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda men Hacker va bugungi studiyo boshlovchisi men bo'laman. Va bu studiodan maqsad eng so'nggi xabarlarni sizga yetkazish bo'ladi. Albatta joyingizga qulayroq o'tirib, bu studioni kengaytirishimiz uchun videoga like bosib kanalga obuna bo'lib eng so'nggi xabarlarning eng birinchisida turgan xabar. Jamol uylanmoqda. Uylanish to'yiga biz boramiz. Yana bir assalomu alaykum. Mana o'zi biz Jamolning to'yiga ham keldik. Xo'p, kamerani bu yoqqa olib yaxshi. U Jamol kamera olib kel. Xo'p, taassurotlaring haqida gapirib ber. Mening taassurotlarimmi? Yo, kameraga qarab gapir, kameraga. Yo'q, men uyalaman-da, shuning uchun senga qarab gapiraveraman. Xo'p, mening taassurotlarim, Xush, juda qiziqamiz. mening taassurotlarim erga tegishim munosabati bilan. Nima? Qarang, sen erga tegmaysan. Sen uylanyapsan, erga tegyapman deyishiga parod o'tiribdi. Televideniyega ketadi, qarang. O'zir qiz sizga tegib ketgan uchun eringiz shovqinlamanglar. Shunga uylanasizmi? Shu lattaga ham tushunyapsizmi? Latta bu. Короче, yo'q, bulli odam o'ldirishib ketdi. Tez o'chir. Короче, televideniyega qaytamiz. Ko'rinyapsiz. Ko'rinyapmanmi? Bo'ldi, mana o'zi biz Jamolning to'yiga ham borib keldik. Bu bizning birinchi xabarlarimizdan biri edi va bo'ldi. Endi ikkinchi xabarga o'tsak, Shampun eng arzon narxlarda faqat bizda. Shampun oling, qazoqlarni yo'qoting. Shampun. uzr bolalar, endi reklamaga pul to'lab qo'ygan bo'lsa, endi bizga pul kelish uchun ham reklama qo'yish kerak. Va endi biz ikkinchi xabarga o'tsak bo'ladi. Bir bolakay daryoda oqib ketdi. Endi biz undan intervyu olamiz. Go bola, o'tishda vaytimiz olsa. Az kuzatuvchilar, mana o'zi bizza o'sha daryoga, bola cho'kayotgan daryoga keldik. Mana o'sha hamma yig'ilib olgan. Hoy bolakay, kamera olib kel. Okay. Hoy bolakay, yaxshimisan? Suvxona ekan, issiqmi? Hozir hammasini bilib olamiz. Yordam ber, Hacker. Yordam beray? Okay, yordam beraman. Nima qildi, Hacker? Yordam berdim. Shu o'lgandan ko'ra men bittada o'ldirdim. Shu yordam berdim-ku shunga endi shunchami? Короче, go studiyaga qaytmasak bo'lmay, videoning pachasini chiqardik. Bo'ldi. So'nggi 3-xabarga o'tsak, bo'ldi. So'nggi 3-xabarimiz qishloqda mashina avtohalokati bo'lgan. Bu qanday sodir bo'lganini hozir borib ko'ramiz, bo'ldi. Kelaverasizlar, bo'ldi, mana o'zi biz jinoyat joyiga keldik. Xo'sh, mashina kimniki? Meniki. Siznikimi? Короче, qarang, qanaqa urilsiz, ichdingizmi? Yo'q, ichganim yo'q. O'zlarini tan olmayaptilar. Короче, bolalar, kirishib boraveramiz. Xo'p, nima bo'ldi sizni bunda? Uyda qarang ahvolni, uyga kirib ketgansiz o'zi. Damasam kirib ketgan ekan. Nima bo'ldi? Bu qasddan uyushtirilgan. Nima? Siz qasddan uyushtirdingizmi? Okay, bolalar tan olishyapti. Demak, siz qasddan bu bir sabab bo'lishi kerak. Bu uyda egasi kim? Menman. Sizmisiz? O'pkiling. Xo'p, o'zingiz tanishtirsak. Jetelovich. Okay, bo'ldi. Jetelovich, okay. Uy siznikimi? Yo'q, bu kvartira. Kvartira? To'xta. Kamerani olib kelinglar. Kvartira? Kiramiz, kiraylik. Jetel? Okay. Jetel bo'lsa. Nima? Kvartira? Bola o'zi buzg'unchilik bo'lib ketdi. Tezroq qochdik, kela. Xo'p, bola, studiyada men boshlovchi Hacker bo'ldim. Va bo'ldi. Albatta bu studiyo katta uchun mana xalaqit beryapti, aniq qo'yib qo'y. Xo'p, bo'ldi. Agarda bu studiyamiz katta arish uchun albatta boshqa kanalga olmang va albatta videoga like bosib qo'ying. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.